Salam dünya, salam halkım. Ben Gülistan, sizlerge otluq salam. Ben qaytib keldim. Bir yıldan iş gitdi. Nem qılmaqlay, naq meydan qılmaqlay. Qılma çıraylıq topamda ki olay. Şunlan qaday valыңlardaçı. Naq meydan sözleşpek huzurluqa. Bir yıldan yaqa şunda işim tutilab degan sözlenmey iş qılıb. İş qılıb çıxışlar başına ötdi. Həmməylən oxşaş, həmməmiz oxşaş. Şu candarçılıqda, turmuşdan çoğun kiçik besimlərdə, öy işləri bilən öy işləri hələkçiligdə, ana buluş, hələkçiligdə, umumlikən şu işçimizin örtünüb durulğan yurtlan sığınış, ayıl tabatlan sığınış, dostlarlan sığınış, yurtnan şu koç koylan sığınış, şu azap oqubətdə iş qılıb muşuna işlər onunkin başqa bu işlərdə aldırış yüktüb qılamadım. Onunkin şunçilik sığındım ki taqtıq sözləşni bəzələrində deganlar ağzım kelgəndə jölələşni şunçilik sığındım. Sal boşraq gəp qılay avazım yaxşı çıxış ümid qılmamdı. Enraq çıxış ümid qılmam, əmdə balam uxlab qalanda şu uyuq dötməyib qoyatma. Çünki gündüzü vaxtım çıxmaydı. Bir xoş xəbər, şu meni bilsəm, şu mən ailə oxutuşunu bək tərəb qılman. Amma məktəblərinin tüzülməsini məmiz qımız, onu şu aldın qıyılı, o bir ilabda. Məzgillərdə taza balam məktəbə berətqan vaxtlarda taza aşkarlığan. Həm sözləyən sizlərə. Onun farqını qandaq işlər sözləyən. Şu mən ailə oxutuşunu bəkrik təşəbbüs qıldım onu ki, müştərədə müşnaq tırışma dəbnim qatqan sizlərə degan. Axırı müş aldın qıyım məsundan başlap balamni öydə oxutatmız. Çıxırılışdı məxli özümüzün balısığa egi çıxmaqşaq təsdə qol qoyduğan nəslə o sözləydiğən o bu qılıb işqib rəsmiyyətləri cüdük olanı həmin o buna qılıb çıxıraldıq. Hənin bolsa. Çıxırılıb öydə oxutatmız. Lekin bütünlüy özüm oxutmadım. Təxət çünki onun qəti vaxtım çıxmadı. Eləqi material düzəb balam üçün nim qılğan onu acaq işki zamanıkin şu an o tordaki amma məktəbdə qıldıq. Əmdi xudan boyasa bıraxılı çıxırışqa bütünlüy özüm oxutuşqa tirişmə. Әм яхшыры şu öydə oxutudu. Lekin әм o ammavi məktəb öydə oxusumu, öydə oturub məktəb barlamağın lekin məktəbdən yana şu oxşaş tüzümlü bu nəsr ba. Laqi kitabları yaman emas, materialları, onkin oxutuş tizimlikləri degəndək nəslər şu adatik amma məktəblik oxşab bitidu. Amma yaxşırı şu balam öydə bexatır oxuydu. Mən yenə durub yadam qılıb oxutma. Aile okutusu olup naq meydan dərslərdə ayda okutuşlar var. Onki ular sınığa alğan okutuş dərsləri var ki. Onun başqa şu materialları yaman emas. Lekin mən də burun degəndə şu ammavi məktəblərinin hökumət egiligidiki məzmunu yəni şu niməyə əsas qılınğan şu boysunuş asas qılınğan materiallar matematika onunkin tel onkin pen texnika deb nədiki bulanın işi qardaşında zadarıcı nəsləni keçirələr yüktüdükə. Lekin əmdə mən şöylüqi ular yeni amma məktəb sesimiz bulanıkin şu ularlıqı tələb qıldı ki, ular aşı başquruş yerimizə şu başquruş nimisi var ki. Lekin heç yox. Ularning shu boshqurish tabiatiki narsalarni qilib required talab qilgan narsalarni o'tkazib men shu anglab unga balamga o'z tilimga aylantirib texim yaxshi o'rgatma. Uningkin optional masalan talab qilinmaydigan kechironglar mazmunlar bo'lsa tashkil tiplam chunki asqatmaydi ba'zi mazmunlar masalan u kichik bolg'a shovqin ovoz suratlarni o'rgatib pan texnikalar asqatmaydigan yoki ba'zi mazmunlar Məngü əsqatmaydı üçün bəzi vaxtlarda. Xodilik hayvanatlarının fərqləndiriş işçidən
inchik farqlantirish u bushlar degandek mazmun hozir o'rganmasam bo'ladigan mazmunlar bor ekanda bunda shu uning to'g'riliq azroq ularning shu maktabning o'qitishiligi ishxonasidagi ma'lumga azroq xatlarni yozib qilsam uni javob qaytamdi man dedimda uningga ma mazmunlardan bolaning yoshi 47 yoshli bola o'qiydigan mazmunlar emas bu shunga o'qiydigan mazmunlar bu ma'liki vaqtni zayi qilishning nimasi yo'q uning o'rniga shu masalan yemak ichmakni atalg'ular tatib tomoq ichishni u bu uningga ko'ktatlarni bilishni o'simliklarni bilishni shularni qanday o'stirish degandeklarni o'rgatgan bo'lsa yoki boshqa asqatadigan mishta yoki ularni mengisi ochadigan qiziqarli o'yin bo'lib ashta foydali debchi mazmunni qilsanglar bo'lmam desa unga qat'iy javob qaytamdi ular o'zim bildi uni qilmaydirgiz hozir shu ularni o'rgatadigan shu maktabning sistemasidagi o'xshash narsalar lekin yaxshiri uyda o'qitgandan keyin men nima gunohqanligini qanday gunohqanligini ko'rmay yinan turib yetaklab apmanman hozirgacha bolam matematikada yaxshi tilni yaxshi bek yaxshi o'qiydi kitoblarni yaxshi o'qiydi o'qish nimasi yaxshi undan keyin 1-2 soat 3-4 soat men amal va tez o'rgatib mumkin bolamni shu qolgan ishlarga mening boshqa ishlarim borda tomoq ish uy tozalash tugmaydigan mumkin bolamning har jihatdan tarbiyalash ashta ishlarga nim qotmay undan keyin u amay maktabning to'rdagi maktabni ishlab tugsam men bir vaqt o'rgataman masalan uyg'urcha o'rgatma mumkin boshqa narsalarni o'rgatma rasmsiz sulash degandek mumkin o'zim ustun o'ylashga biroq ham chiniqishim mumkin xudoim buyursa bolamni mushtiyatlari yetaklasam hozir men bolam bilan o'zimni salomat turay deb ustunlab chiniqman jumlaqa burunqidek chiniqishlar qamida ko'z qo'ydi shu yosh vaqtimiz uning sharoit qamida hozir shunga lekin shu usloynash orqali badanimni medirtib turay dedim shular bolam bilan tang usloynab bolamni qiziqtirib qo'yib hozir degan qop bolam birinchi xildan shu usloynaymiz deb kunda degan so'raydi bolam meni hozir bolam meni yosh tortida hayot turg'izib yashartirdi jinim bolam ko'rsaymizni shular kunda degan qildanishimiz birinchi bo'lib shu o'rnimiz turib tomoq yemay nashmoqmaymiz suv ichib bilan undan keyin shu 1 soat usloynab badan chiniqtirib harakatlantirib undan keyin boshqa ishlar boshlanadi undan keyin yana bir xo'sh xabarim shu men to'xib yo'qotganligimni bilsizlar diqqat qilmasanglar to'xovdan 8 dan olsam 2si hujum uchrab birisi qandalachi hujum uqmaymiz birinchisi shu mushuk yoki shu yo'g'on qushmiki shu hujum qilib miyadagi shu ko'krak tarafdan shulib optika og'ashidim shu sizlar so'qotgan yurakni ko'ralasizlar ashta darajada shular ikki to'xuni aylib qilib qolgan 6 to'xu cho'ng bo'lib hozir degan yo'g'onsimiz hozir bir oydak bo'ldimi shu tuxum tug'atdi kuniga 5-6 taldan tuxum tug'di shudan bozorda tuxum olmaydan bo'ldik kechiringlar sizlarga biron degandek men shu yemak diqqat qilmayapman shudan bozordan tuxum rasmiy yog'im qilmaydigan o'zalik bu tuxumlarni olmaydan bo'ldi shu o'zimiz boqqan to'g'ridan tuxumlar nim qilib shuni hozir ham bo'lishiga ishlatib tuxumlar uzmaydi shunga sizlarga ham tavsiyam bo'lsa shu to'g'ri boqsanglar bo'ldi ekan shu 6-8 shu eng muvofiqsan undan keyin ham keligi yana davomli shu chiqaytib o'qisanglar bo'ldi endi uni pek chiqib qo'ysam har xil avar chiqishlar bo'ldi dedi endi ko'ramiz qolganini undan keyin tunugun kechiringlar bolam o'qib ketmasin deb bosh qotmay shu tunugun qarsam kechiringlar yana bir to'g'ri yo'g'araqi shu kas tarbi ne shu mushuk chunki qushqashlar yo'g'on qushlar nim qilsa yo'g'on qushlar bo'lmaydi qanday o'lak nimalarni yeydigancha ko'tarib atli ketadi-da uni mancho'si mushuk chunki atrofda mushuklar bor mushukka shu oqidan tishlagan o'xshaydi yoki julg'an o'xshaydi shu kas tarbi shu azroq ichilib qolibdi kisblam opchi shu umoq shunaqangi paylik bek umashliq yumshoq ashta bir ashani nim qilibdi qarsam shu
qon kasallığı nim qıp yarılıpçı. İçim ağrıp ketdi. Şondan qarsam şu bir tuğamadı dep oyladım men. Qarsam balıqı jiranlar nim qılıp ondan keyin küçü atqandek his qıldım. Ködüm, lekin çıqıranma qaldı. Şondan bugün 5 tuxumga adet 6 Әмсі бір талдан тұғым. Келік yazısı 2-3 talda тұғылдайды. Әмді мәчі оным şu, o bir әмді yaxşıрақ қарсам, әмді лықы еп ішіп, меңіп yürüydü. Yaxşıрақ әмді. Ulan arayım qanda qılış oluşatma, azırғыча yaxşı taqıldı әмді. Yaxşı, güçlük toxu ke. O bir iş әмді. Әмді мәчі oным lықıymış da. Uşaq çarılarını kullanlarda kelse, uşaq çarılarını beqib qoysanlar, mışda paydası buldu. Mışda paydası buldu. Hazır şu tuxum almaydan boluq, bir işkaydı yaqı tuxum almadıq. Onun ekin şu tuxumlar arqılıq məliqi balamğa öydə marajın yasab, sırtın tamaqlar şeymeydan mən boğan ekin. Öydə marajın yasab, önken bolqla, nanlarını pişirib başlaq qığandım. Qısam, aşırası təmi oxşumaydı. Çoxum aşı tuxumdan aşı şu. Onken İslam köygen bolsanlar mümkün Instagram'da tuxumlarını. Laqi haqiqiy tuxum, ama haqiqiy tuxum da tuxumlardan chiqqan. Laqi kahve chechka rangida bo'ldi. Laqi sap siyroq yoki bak quyuq bundaq ranglar bo'lsa, mesela tabiiy tuxum shu nimada kahve chechka rangida bo'ldi ekan. İşte naq maydon so'zlab amini davoldigan. Mush orqali bizning shu bir yaqin dağıtqan təşviqatım. Şu Uyğur tilidagi, ana tilimizdagi mazmunlarni ko'proq ishlanlar, mazmunlarga chek yo'q. İşte ko'proq ishlasak, ana tilimizning to'rdagi nimasi saqlanib qoldi. Ilqi ovoz, işte materiallar saqlanib qoldi, ko'rinish saqlanib qoldi. Tilimizni saqlab qolishda, qanot yaydirishda foydasi bor. Onun ekin yana nima gap? Şu bir yıl yaqı yo'qib ketdim. Ahvol so'ragan to'rdoshlar bo'ldi. Ularga ko'p rahmat. Unga to'rdagi inkaslarni ko'rib, u bular qatnashib turmadi albatta. To'rdagi nimalar qarab, ungalar xil gruppalarga meni chiqarasiz taqdimida. Meni haqiqatlarim chidamay chiqarayotgan gruppalar ba o mayli. Qaytan kirganlarim ba, unga ish qilib, unga mazmunning ahvol qarta tasdiqlanlarim bor ekan, xo'sh bo'ldim. Ishlar qarab turib nim qilma, unki boshlaniki ancha munchalik ko'rib inkos yozgan vaqtlarim bo'ldi. Unki mening taqat qalarim nasrim qarta, inkosrim qarta. Hujumlarmi bor albatta. Biz Uyg'urlarning shu bir nachar bir qilqi borda, shu energiyamizni, işte nimamizni, zehnimizni dushman ishlatmay bir-birimiz ishlatgan cho'q. İşte qapoq bir nimamiz borda hamda. Reallik bu. Shunaqa. Yo'qdan yo'q mening gaplarim asosan qo'yanmay, anazir qo'yanmay, ya meni shu men yo'llamamga qarta o'zini ko'z qarshi deyamay, to'g'ri bo'lsa to'g'ri dedingiz, xato bo'lsa xato dedingiz, miyamaylar xato deyamay. O'jim qilib ketgan, haqoratlaydigan. Ay, ma bir chadim işte bir xotin batdi deb taxmini. Gapdan qarsam shu menda otgan deb işte bir yosh bir solchi, bir yosh bolga. Kimligin demay. O'z bilala ko'zi ma'qul qarsini kirgizatgan, keliga chiqarib qarsam yana shu solchilarning qilayotgan xabarlarni taqib xalqimizda ideyasini bekabrimlab, unki inkasan o'qisam shu odamning taqatgan bo'yicha o'z yozgan nima ko'z qarashlari bo'yicha, solchi ko'z qarash bo'yicha uningga ma'qul deb mazmun xato o'ylab, xato ko'z qarashlarini qo'ydan ashaqalab ekan. Onun ekan şu balağa şu bala meni müşta bir xotin batdi, müşta deb menda onundaki ma yaqinda qilgan ba'zi mazmunlarim bor. Shu inglizchadan men to'g'ri deb qaragan haqiqat. Onundaki mening ko'z qarashlarim ishbalangan. Ko'z qarashim men qo'shilgan. Shular qarta meni texnik aytib onundaki Uyg'urchasini yozib, masalan, analizimni qo'shib taqatqanlarim bo'ldi. Onun ichida yana hujumlardan bor bo'ldi, albatta. Meni tillab yaqinda bo'lgani demaydigan, lekin demay zodi ichim potmaydi-chu. Chunki u bir ajoyib haqorat-da u. Ajoyib haqorat.
ismini bilmay bo'ldi o'zi bilola. Uning uliqi nimasi qarsam, Suriyadagi bir o'ni Suriyaga Uyg'ur bolaga yeshi qarsam 2004-2006 qilib tangay 2000 balari hisobda men apslik agar men yosh to'qan bo'lsam mening bolamdek bir bola shumtak asa gaplab kes to'g'rishinglar chunki tirishma demaslikka lekin haqiqat ashta bir shumtakning men degan inkosni men bir yo'llamini yo'lsam o'qib berayman chunki qat'iy kallamni o'tmaydi unda haqoratlarga odam chidamaydigan mamiya mana meydi. Men mush Uyg'ur uchur gruppasiga yozgan bir nimam bor ekan. Shuni munda deb yozgan. Aziz xalqim, razil demokratlar uchun xizmat qilgan solchilarning qalini qaymoq turdigan. Xato yo'lga boshlaydigan hatto qip-qizil yolg'on xabarlarni beradigan medialarga cho'kib ketmoqlar. O'yinchilarning medialarga, o'yinchilarning naq maydon xabarlariga Oqsaroyning va yoki Prezident Trump va hukumatning xabarlarni to'liq ko'ringlar, farqlar ma'lumot deb chiqdi. Rost yolg'onligi oshkorlandi. Zehninglar ichildi shuning bilan xabarlarni to'g'rishib, to'g'ri analiz qila olasizlar hamda ularning xalqlarni qancha qaymoq turib va xalqlarni har tarafga bo'lib bir-birimizga onunkin hukumatga dushman qilganligini ko'rib bitisizlar deb mushta yozsam, miyada bir shumtak manda deb yozdi. Ma shu shumtakning gapi. Sen o'zingcha bakrasini so'zlaydigandek, sen bir tayin yo'q bir narsa chiqarib haqni o'zingga qaratmoqchimi? Hey milliy munofiq deb. Mau men yangi nima boshlagan vaqtda birisi qartsin kirdim, ismini unutib qoldim. Ismini oldim sen bilan unchik. Men bu yoqda unda qilmaydi deb men nim qilmay, o'shmal qilmay, lekin faqat deyish kerak hamda. Birisi shunda satilgan sat gaplardan tilgan lekin mau u maildi mau milliy munofiq degani mening hayotimdagi 40 yoshdan 44 ma hayotimdagi eng haqorat Şu açığım kep yazdım. Hey şorkşumtak Uyg'ur bo'lsang Uyg'ur axloqini bosh tugan. Yuzingni tushirmay. Andan qandaq inkos yozishni o'rgan. Ota-onangning yuzini tushirmay. Qaysi yo'llanmamning tayini yo'q desang, topalasang, gapingni hurmat bilan tuzuq qil. Sendek saranglarning dardida Uyg'urlarning kelgusi qorong'u. Shunaqa, ashta qapoqlarning dardida millatni keyinga suradigan qapoqlarning dardida bizning kelgusimiz qorong'u. Qapoq kallang, hurmatsizliging har bir gapimni isbotlab turibdi, sit deb yozdim. Buningga qaytiribdi. Sen o'zingning Uyg'ur deb qaramsa, milliy munda sen ta zakat aqaydigan vaqtingda agang Uyg'ur axloqini o'rganib bo'lgan. Bu Suriyada turib Uyg'urcha menmi ingliz deb qilib Uyg'urchani unutib qolmay deb mushtamas bilan ishlashga o'zimni nimamni saqlab qolish o'ylayman albatta. Hem özüm xil yaxşı öyrənib də qarayman, lekin mənim həm də rəsmi imlası xatalığı, gəpirmə taqatuqu özünün tilini unutub qalatqan şümtəkni bir ekan mənim. Məşdə yazıbdı. Şular mən onun ekan yana mında yazıbdı. Sən Xitayның qalcısı. Sənin qulağından nima iş gəldi? Öz qarindaşlarını setishdən başaqa. Kimni açıq yemədən bu gəplərni ansa? Onun yana debdi, turlarda tətür təşviqat tarqıtıb bicara qarindaşlarımızın bişini qaydırıb dedi.
Shular men yozdim. Sit sendek shumtaklarning kalsini ichish emas, qutulish mumkin emas o'xshaydi. Emas taqiladi. Numus o'zingni nima deb qaraysa, meni Xitoydagi gaplaring bilan qapoq solchi Xitoy. Sit numus deb yozdim. Men tilab chiqib ketdim amal yo'q. Lekin u meni milliy munofiq degan qapoq gapining shu razil haqoratni oldi, mening gaplarim hech qancha emas deb qarayman men. Ondan keyin yana yozdim shu gaplar qarta 3-4 nijatda baqinday taqutqi gaplar bilan. Qaysi tashviqotni deysa, diyalamsa, Uyg'urchani o'rganganmi? Dedim. Ondan keyin yana yozdim. Nochi bo'lsang digina, og'zi buzuq munofiq sho'rka deb men dedim. Mundaqlar munofiq bo'ldi. Tam meni munofiq deb gapni o'nglab qilmaydigan, asosini chiqaramaydigan, diyamaydigan, to'g'ri analiz qilmaydigan, gap qaytaramaqas, inkas esamaqas og'zi buzib qo'yadigan. Andaq mushtaq qapoqlarning dadda Uyg'ur keyning mangda oldirmaydi. Mushundaqlarni biz munofiq deymiz. Men emas. Uni keyin deb yozdi, vaqti soat kelganda bilamiz kimning haqiqiy munofiqligini deb yozdi. Men yozdim. Hozirning o'zida sizni bildik. Sit numus sendek saranglar millatni keyniga tatudi. Shunga men ko'p deymanga o'nchilar chiqmasmayli, hech mo'cha solchilar chiqmaslik kerak. Mushtaq solchilarning dadidan biz keyni qarabmaymiz. Kechiringlar. Onun keyin yana yozdim. Qo'ldan po'q kelmaydigan, hatto gapni o'nglab qilmaydigan millatni keyin tortadigan sendek yaramas shumtaklarni milliy munofiq deydi deb yozdim. Mazmun qarta inkosing bo'lsa, hurmat bilan o'tirib qo'y. Bo'lmasa o'zining qandoqligini ko'rishdan boshqa ishing yo'q-ku dedim. Onkenim deb yozdim. Qaramallay munofiqliqing oshkorlandimi, badbashirgo'y deb yozdim. 40dan oshdiq, bir onaning chiroyi mava. Shunda salchib ketdik, bilmayman. Sendek shumtak menga yuzimga demisimi-chu, men har kuni ayna qarab o'zimni qirib ketayotganligini bilaman. Shunchalik azoblarda qirib ketayotganimiz, qirib ketayotmayman. Sendek qapoqlarning dadim qirib ketayotmiz. Biz miyaqdan shu xalqni idisini ochayli, oldi qarab mayli, Uyg'urligimizni saqlayli, tilimizni saqlayli, uni qilayli, buni qilayli deb jabat atmayotgancha sendek qapoqsaranglar kenik so'rasa millatni bizdeklarning nimasiga chechib haqorat qilib o'zini qilishning tayini yo'q. Shun qirib ketdik biz. Madiya 40 necha yoshdan oshgan opangdek bir odamning chiroyi ma'vu badbashira. Shunga azroq qoshlarimni suv kelib chiqdim. To'g'ri tushunasizlar. Texim badbashir ko'rinib ketmaydi. Bu meni texim mazmunlarim kelmay qolmasin yoki texim laqi tilab chiqib ketmasin meni badbashir debchi. Burunqilar deydi-ku, burunqi ishlagan vaqtlarimda kiram qilmayli chiqib mazmun ishlab qilsam qirib ketibsiz, yerib ketibsiz deb bir xil gaplar bo'ldi. Endi ma'vu badbashirgo'y deb. Shuni men qayta yozdim. Tilingni boshda bir o'g'ina numus qilmaydigan, munofiq deb seni deydi. Numus Uyg'urning yuzini bekrak to'k. Mushta torlatga mushta sarang gaplarni hammasi o'qiydi, butun o'qiydi. Mushta qapoqlar Uyg'urning yuzini shemay kimning yuzini shunda. Onunki men xat yozibdi. Sen bek o'ginibsa Uyg'urchini qarindoshlaringni setib. Kimni satqandimi voy. Onga men qayta yuz qo'ydim, sendan yaxshi. Onunga gap qaytamabdi. Onunki yana yangi bir alqi nim qilibdi. Hey munofiq degan ya'ni lam o'zininkini rost deydi degan gap bekor emaskan deb yozibdi. Shuna men yozdim onunga. Munofiq degan asosi bo'lmasa tillaydigan sendek shumtaklarni deydi, o'tirib qo'y. Qo'yamsan tillashni g'asht yo'q dedim. To'g'ri? Shuna munda yozibdi, sen o'zingning kallangni ocha boshda sen menga ish o'rgatmay. Po'qmi yo'qmi? Men dedim, po'qmi yo'qmagan shumtakkansa fursat berdim sana. Qo'ya asosini. Desam shuna gap qilmadi. Haqcha meni ya qarzini tiqatim uqmayman. Qarab boqaya. Meni kirgizmabdi. 2005 tug'ilganka va balamdek. O'sha sho'rq shumtaklarni haqorat deb buyurdik-da, haqorat deb buyurdik-da biz. Onunki nim qilmabdi. Onunki boshqa qilmadi, yo'qimsa qilgando o'chilib ketgando, yo'qimsa o'chirayotgan. Uqmayman, ish qilmabdi, tashlasim yo'q. Bu shu qachon bo'lgan ishlar bu. 6 kun burun. Bir hafta burun bo'lganka. Kechda bo'ldi deyman. Shunchalik balam uxlatib bo'lib qoldi, telefonni qaraygan vaqtimda o'qisam
odatda menikiga hech qanday kishilar Uyg'ur xalqimiz ingliz yozmaydi. İngilis bildiğin ya kumsa bir işkisi yazıp koydu. Tillab soquşup ya kumsa soquşup degandek. Lekin ular ish machil o'zining asosini qo'yadi-da. Mana deb gaplarım men uyulgan mazmun qarta o'zining gaplarini qo'yadi-da. Shuni qarta men qo'ydirib bunda azroq o'smi ilmiy jihatda paranglashadiq-da. Ma qapoq sarangning mishta degan gaplari qat'iy ideyamda o'tmay. Nahmaydan so'zlash bek o'zurliqqa mishta qilib oldim. Shuni deyman qo'y. Kichikli balka yoshlar degan bizning umidimiz emasmi? Ondan keyin yana bir ochqim kelgan yeri bu men shu Uyg'ur uchur gruppasidan chiqayotganman. Chunki ular to'la chiqarib o'pi qilib qilgan undan keyin mazmunlarni yo'lamay tasdiqlamay qilgandan keyin chiqayotganman. Undan keyin miyada 3 kun burun qilgan kechiringlar. Bir mazmunni yo'lamabdi, mana tasdiqlamabdi. Ma'ni chiqarib qo'yganman. Turadigan tarafni aniq bilish kerak deb buni boshqalarga ko'rgan bo'lishinglar mumkin. Bunu neymiş taslamadan nere bağlı çünkü hazır Amerika şu demokrasi sosyal o bolalarlamaz mı şu neymi komünizm sosyalizm mesela Türk şotqanı şu birden bir Amerika emas mı? Şu an qayıstırab turuşni turduğan tarafını aniq bilish kerak deb qo'ysam uyulmabdi. Shundan demakchi ondan buningda 2400 adam bor ekan. Shu bir nima shu so'qishib ketibdi 19-20 dak 19 inkaslar ketdi. O shu shimtak bilan so'qish boshlab ketdik. Uning qartab ya o'tirib turgan ya men turib turgan birmi boshqa inkaslar bo'lmadi-chu. Ani u mo'yinib qoldim. Zot xalqimizning bir-biri bilan kar yo'q-ku, ammo tillashqa, haqoratlashqa shundoq aral turganimizda qo'llashdi yo'q. Mayli iqtisodiyat bo'lsin, ideologiyat bo'lsin, ma'naviyat bo'lsin, yo'qsa ilmiy paranglashdi yo'q. Ammo shu o'z yoqtamaydigan gaplarni ko'rgan amonlar shu aral turganda hujumga o'tinanga. Shundan bizdagi bu nachar bir axloqni, nachar bir qiliqni deb o'tgim keldi. Shunga dedim. Agar set gap qilib ketgansam to'g'ri shunlar, kechiringlar. Ammo mushta bo'ldi. Endi men shu ko'nglim keldi. Endi menmi unchik taqtuqu yoki qilimqa narsalarni demayman. Men shu mazmun zangib tilga to'xtaydigan inchki mazmunlarni deyman. Ham haqiqatni davomli oshkorlaymiz. Haqiqatni oshkorlaymiz, analiz qilamiz. Ma zehni ochiq bo'lsa, yoshlarning to'g'ri analiz qilsa, shu analiz qilgan nazarimni qo'yma. Bizga munosabatlik bo'lgan bo'libmi? Shularni qo'yma. Mümkün shu davomli ko'rib, davomli analiz qilib, davomli o'rganaman, ashlarni shu vaziyat qarab davomli o'rgangan keyin shu bo'tgan ishlarni o'zimizning ahvoliga tatbiqlab turib ko'raman. Mümkün muhim deb qarag'anlarimni atrofga yo'layman ishda. Mushni o'zim shu antilni saqlab qolishdagi, mazmun ko'paytirishdagi, saqlab qilish, mazmun ko'paytirish orqali antilni saqlab qilishda, uyg'urligimni saqlab qilishda, keng taqtishda, yolg'iz qolmaslik uchun yo'qolib ketmaslikning oldini olishda qilgan xizmatlar mushu. Qılanglar, mala qılanglarda kesler. Şumtekmi qilsan, agar gapim bo'lsa, uyg'ur mushimaz bilan ishla. Yo komsa hech bo'lmaganchada o'ylanib. Madash yoki apash qirib ketgan bitbashir apash nima davotidi demak. Gapini qayta o'qib, shuni qarta bir yozay. deb o'ylamamdi deyman. Aqalli bir o'qigan odam bo'lsa, o'zini ardab o'g'il bolam deb nisbatan o'z ardab mesela o'ylagan odam bo'lsa, hurmat bilan gapimamdi deyman. Nima u milliy munofiq degan? Kechiringlar. Chunki haqiqatan bek kalam o'tmay mening hayotimdagi eg'izcha uchirgan eng nachar, eng tuvan darajalik, eng nachar haqorat bo'ldi u. Amdi badasam tunidinglar bilsizlar, tunmaydiganlarga deb qo'yay. Mening qilgan ishlarim mushta Güles Media deb YouTube kanalim bor, uyg'urcha mazmunlar bor. Ko'ringlar vaqtinglar chiqsa, nachar ish haqimini oshkorlab, o'nchilar ashta maktabnanki yemak-ishmak shu vaziyatni oshkorlab uyg'ur so'zlab bir muncha qilgan mazmunlarim bor shu YouTube kanalim, mening kanalim. Onun ki mening 5 kitap, 6 kitobim bo'ldi. Bir kitobni atdigan e'lon ishlayman. Yangidan bir kitobni shu yangidan tuzab, kitoblarimni yaxshi tatbiqlab
yig'inchoqlab bazini tushirib yaxshi qilib yana bir kitob chiqadi. Hisobda 6 kitob bo'ldi. Hozir 6 kitobim bor. Mayli kichik bol bo'lsin, bu baxval o'rganadigan kitob bo'lsinmi, men ishladim ashunga energiya, loyilash hamma narsa ketadi. Jabba tatib ashuni qildim. Kitobim bor. Onun özüm laylıgıcı, o bu işlerini laylap bir haqlar laylap bir özüm laylayman. Qo'limda kelsa yordamdan qilaman. Onunki bu jihat atuganda tuzdan bir muncha darslarim bor, shu vaqtim chiqmadi deb qiyib ketganligim uchun. Ashta qildan bir odamman. Bu orqali nima ish qilyapman, shu ana tilimni saqlab qolishda, kichkina bo'lsa o'zimning rolni o'ynayapman. Kimligimni saqlab qolishda, kichkina bo'lsa o'zimning rolni o'ynayapman. O'lab ketadigan jongo va qisqa işte bir yerda azroq bo'lsin, işte ovozimiz, tilimiz, xizmatlarimiz qolib qoldi ekan. Ashtan ish qilyapman, qimmatli xizmatlarni qilyapman. Mushtaq qilyapsam, milliy munofiq deb ishlaydigan. Shulan onunki shu gaplar qaraganda asos yo'q. O'ziga yoqmagan gaplarni qisqilab varlab chiqib ketadigan, o'ylanmaydigan. Ashta qapoq siranglar tipik solchining qilqi yoshi, solchak yoshi bola. Balki o'zi o'nchi solchilik nimani bilmaydi, men uni deyman endi. Shu onundaki mush mazmunum orqali azroq o'smi yoshlarimizning boschonlarning keng xalqimizning ideyasini azroq acha olsak, solchilar azaysa, kal uchiq bo'lsa, nishon bir bo'g'ashqa, dilimiz bir bo'lsa, andan bir ish qildigan gap bo'lmay qolsa nima? U mustaqil emas, xalqimizni quldira olmaydi. Bir odam quldira olmadik-ku yurtimizdan. Chet eldagilarni bir-birimiz qutuldiramiz deb qancha qila oldik. Qutuldira olmaydiganlar yuridi yana. E'lon taqtishdan boshqa boshlarga u bu qilib taqtish boshqa nima ish qila oldik? Iqtisodiyotni yordam qila olmaymiz. Qilamidik, qilmadik. Ma'naviy jihatdan bir-birimizni tilab mushta hujum o'timiz. Şun deyman-ku, yansam yani şu o'ngchilar chiqmasa mayli, solchilar chiqmasa bo'ladi. Uningki mushuliqi Amerikadagi mush bo'tgan ishlar orqali Uyg'urlarni ko'plab solchilarning chiqqanligini ko'rib, shuni azoblanib, men shunga ashlarning ideyasi bo'lsin ajoyib mazmun yo'lab nim qotmash qilib davomli. Agar haqiqiy o'qigan odam bo'lsa, tuzuk inkos yozib o'g'indi, anazlan tanqildi, tang fikrlashdi. Bu orqali ham shu Uyg'ur xatlarining, Uyg'ur tilining shu to'rda ko'proq saqlandi degan gap. Anki qaysi bir vaqalikni bildinglarmi, shu Amerikadagiligi ma'lum chiqaritish xizmatlari, qonunsiz ko'chmanlarni chiqarish xizmatlari. Bu bo'ladi ham yaxshilab beradi. Gerçi şunda to'solg'ular bo'lsa-mu, qapoq demokratlarning shu ular uchun xizmat qilgan shu yog'imidaq medialarga ishlab, shularning kuch kirishi bilan, shularning yolg'on so'zlab, shularning ideyasini qaymoqtirib saqchilarga, hukumatga o'sh qilish, qonun ijro qiluvchilarga o'sh qilish orqali ularni yog'imsak albatta ko'pincha pul. Tayin yo'q, bekachlar yog'imsa ortiq azroq pul lozim, pul bo'lsam chiqadiganlar xizmat tashlab pul qaraq namoyish qilib nim qildan ilqi ishlarning qonunsiz ko'chmanlarni tutish ishlari namoyishlar bor. Aqshan anglanlar dunyoda hamma Amerikada nafatında so'zlarning xabarlari to'shaqda shu voy insonparvarlik qolmadi Amerikada, uni qildi, buni qildi deb. Shu to'liq kichkin so'zlab qo'y. Endi Amerikada tutayotgani qonunsiz ko'chman. Agar qonunlikdan birini tutib u bo'lgan bo'lsa, qonun xilab ish qilgan bo'ldi. Qilganlarni qo'yadi. Shunga u shu demokratiyaning yolg'on yovodiq so'zlariga ishnab, xabarlar oldinib sizlar to'la qaymoqib ketmanglar. Bu otgan ishlardan masalan misollarni beray. Aqchan sizlar bir ayolninki hamjins ayolning mashinada shu misaqchini so'qib qochmoqchi bo'lgan chog'da saqchilikqa tabachilar etib o'ldirdida, endi 5 chiqib keladi, 5 qatmay naygatdi. Bedniga taysa bedni mashina ishlatsa.
Shu vaqalikni shu ba'zi bir solchi Uyg'urlar borga yoshlarning nimasi qarsam yağan xabar shu naq shu demokratlar shuni xizmat qilgan solchilarning xabarlarini taqtibdi keyinligi u ayolning abdi bashir izlab vatlar chiqqanchada yana shu balansı bilmay shu balanki yaxshi o'zim bildi meni va xotin bo'g'i degan bola men bu xotin ba shu kelik u bal uchiribdi shuna lekin qarsam shu uning Facebook nimasi shu saqchi qarshi hukumat qarshi solchilarning shu xabarlarni to'shqibda yolg'on xabar o'zining o'ylaganlarimni deb o'qib shu solchi deya kechiring shuna uni qarga kirgizdim atugin chiqarib demal nima xashab bo'ldi qo'yma lekin shunda qo'y u ayolniki vaqasini aniq butunlay aniq o'tdi hozir u ayol qanday ayol sanglar maxsus pul tepib pul ilib maash ilib namoyish qilgan maxsus tarbiyalangan namoyishchi u uning kasbi shuka maxsus tarbiyalangan namoyishchi shunlar bu nimani bildir deganchada u pulga ishlaydi hargizmi u ayolning insonparvarligi bu kitib soqchilar insonparvarligi yo'qqa ketib emas u ayol insonparvarligi bu kitib namoyish qilmagan mushu bir aniq bo'lsin shu bu medialarni uni bir onati o'lab ketdi soqchilar o'tadi nimasi yo'q dedi mashinada otgan tursa u bu degan gaplar hammasi quruq yog'an gap butunlay quruq yog'an gap u ayol maxsus tarbiyalanib namoyish qilgan maosh abtur namoyish qilgan ayol shundan u qaysini namoyish qilsa shunga bordi kari yo'q uning nima ishlab bo'ldi insonparvarlik yurak praktika narsa yo'q ayolning kasbi shu u Minnesota degan shu shtatniki shunda qora qonunsiz ko'chmanlarga bilan to'shib ketgan edi u shtatlarning birida demokratlarning shtati solchi ko'k shtatma shu shtatlar shuningda chiqroq chiqqan ashani tozalatganchada shu izlab tutib nim qildi nim qilganchada shu namoyish qilib soqchilarga takalishib shu ko'rinishni yaxshi ko'mdinglar soqchilarni takalish vaqtini ko'mdinglar yaxshi sizlarga hargiz solchilar nim qilmaydi oldi keyin nima qilmaydi shu soqchiniki soqchining badandagi kamerani nim qilgandan keyin amisining zoni jumildi anta ashnimi zig'irlab nim qildan yog'in chiqib qildan saranglar bor shu tutilgan shu kuni shu o'ldirilgan kuni shu ayol u ayol o'zining shaxsini deyil uliq bir ana deb uni shunda chiroq ko'rsatib nim qilgan yolg'on xabarlarni yog'ilgan yana birday yog'ilgan deb u haqiqatan ana lekin u loyaqasiz ana u bir qitim ajrashib o'zining loyaqasiz analigidan sudda bolasini turib qolgan ondan keyin yana birinchi bolasini yana bir bolasi bor ekan u bolasi kichikroq endi u uning bilan birga endi bu ayol ajrashgandan keyin bu hamjinas bo'libdi shulan u ayolning ayoli bor bunda endi u ayoli bilan shular ikki yoshda tarbiyalanib mishlarlik maxsus namoyish pul yeb turib namoyish qilganlar bo'lgandan keyin shu kuni shu qonun ijro qiluvchilarning qanunsizlarni ko'chmanlarni tutishlarga nim qilib nim qotida ularga takollashib so'qishib chishiq degibchi qasdan işte haqoratlarni qilib qotgan vaqtlarda mumkin shu xizmat tasal qilib yo'lni to'silab soqchilar mashina o'tkazib qo'ymay işte qildi qilgan vaqtlarda mumkin bu soqchi 4-5 soqchi bor chiqib oxiri chidamay hey ma yo'lni to'smay o'tib ket desa olmaydi shundan bu yoqda mumkin bu yoqqa mashinani nimasini ko'rganchada mayliq to'liq ko'rinishda soqchining kamerasida ko'rinishni eng to'liq bo'lgan eng to'g'ri bo'lgan eng haqiqiy bo'lgan ko'rinishda bu shu matrab ketilib mashinani mashina numerini ko'rayotganchada ayolning ayoli hamjinas ayoli dedida ay iliva bizni qo'rqmaymiz yushmaymiz deb na deydigan gaplarni qilib tong-tongchi ashtan qildida qilgandan keyin unga bu odam lekin shu ayol turdi mashina ichida tushmay mashinadan tushgan tushmaydi qayta so'raydi mashinadan tushgan ya qarab qilmaydi ya tilmaydi vaqtida mashinadan tushgan tushmaydi u solchi medialarda u ayol yig'layotgan qo'rqayotgan deb odamning kamerasida ayolga aqsa qo'lini chiqarib deb gap qotgan
Аса анда qo'rqinish bu yig'lashdan butun yog'anda solchilarning midalari bunda bo'ldi. Butun shu yolg'on gaplarni yolg'on deb o'ydirib shu xalqni ko'zini qamoqtirgan unda qo'rqishmi yo'q. Asa gap qotgan vaqtda undan mayoq o'tib miyaqda bir saqchi bor, miyaqdagi bir saqchi shu so'qqan saqchi mashina oldida turib vaqtida bu turasimi ayol ayoli ilqi vaqirayda hayda jinim hayda jinim hayda degandiki bu ayol mashina haydab oldida saqchi turgan saqchini bo'lsinmi mashina haydadi ko'rib turadigan bo'lsinmi haydab shu mashinani saqchini so'qib o'tmoqchi bo'ldi ketmoqchi bo'ldi shunlan u mashina so'qilgandan keyin odam saqchini amalning yo'qidan o'zini qutulish uchun beshiga otgan gap hamda yerda shu mashinaga beshil chiqdida hargizmi u ayolni qasddan o'tirtib insaf berdik uni mash qilib o'tirtib u bu qilgan ishlar yo'q yog'an hammasi o'zini qo'g'dash uchun nim qilgan shunga u odam mashqini javobgarlik yo'q chunki butun shu nimani shu voqealarni ko'rsanglar birinchidan ular soqchilarning ishlariga qarshi shu yo'l to'sab soqchilarning xizmatlariga qarshi qotgan bu qonunsiz qonun xilop bu bir jinoyat esa qonun xilop bo'lgan jinoyat bu bir jinoyat mumkin mashinadan tush desa tushmaydi soqchilarning gapini anglash kerak nima qilmaydi qasddan shu zig'irlab undan eng og'ir gunohi shu soqchini bisib o'tmoqchi bo'ldi oldida odam tursa odam bisib o'tmoqchi bo'ldi solchilarning medialarda oy surkilib ketdi umboda ketdi deb kamerada shu odam soqchiniki kimligi kamerada chiqdi shu udul soqqanligi shulan shu bo'lgandan keyin undagi ayolning ovozimi inhil chiqqandan keyin mashina hayda xotin hayda deb jinim hayda degan gaplar iniq chiqib kimni xato kim hammasi abdubashir chiqqandan keyin u ayolmi yo'qolib ketdi jimib ketdi bo'lmasa mumkin menelaqi shu xabarni ayliq solchining xabari bo'yicha o'zining Facebookda uyg'urcha xabar o'zini ko'z qarshi qilib bu onati undaq soqchilar Amerikada deb qilgan bolami uni o'chirtib qarsam aniqla o'chirdida chunki u chiqdi-yu xabarning nimasi hargiz soqchilar berib o'tiratmaydi hech kimni hech qanday bir soqchi berib o'tiratmaydi uni u zidiq tegmicha emas zidiq tegib anda qilmagancha qonunsizlarni qilib ammoning yo'qidan o'zini qo'g'dash yo'lida atrofdagi xalqlarni qo'g'dash yo'lida uning yana bir arniki musho'g'i u arnimi shu namoyish qiluvchi unimi aytsa nimishqa deb haqlar degan vaqirib amaliyot u odamning qo'lida tapancha borligini bilmamdi mushunlar qarta solchi ideyalarning mushu qaymoq turishi yolg'on xabar qilish orqali mumkin xalqimiz yoki mushu boshqa xalqlar oldinayotgan xalqlar deydi-da oy uni qilibdi buni qilibdi soqchilarda unda insonparlik yo'qka yurak qattiqka undaqka mundaqka askiga ular qarshi turadi qonunsizlarmi shunda odam deb odam ular ammo ular yaxshi odam emas qonunsiz kirganning o'zi isbotlab turib ularni yaxshi emasligini chunki ular shu nurg'unlar 70-80% hammasi jinoyat tutuqlarning hammasining 70-80% o'zi shu ayada jinoyatchi har xil jinoyatlar bor ayat o'tkazilgan miyada o'tkazilgan jinoyat ko'rinishlari miyada jinoyat qiliqlar hammasi bor chiqqan gap nimishqa agar ular ashta jinoyatlar bo'lsa kirish jarayonida har xil qonun kirish jarayonida rasmiyatlar bo'ldi rasmiyatlarda deydi jinoyat tarixim olibdi yo'qmi deb tarix o'zi kirgizmaydi aniqlar shular u jinoyatchilar hargiz o'tila kirmaydida mumkin paydan shu yo'g'on eshitgancha hammasi so'qilib kirgan gap shunga qonunsizdan cho'qim tutish kerak ko'pincha shu qonunsiz kirmaganlar ko'pincha eski shu yaxshi bo'lsa qonunli kirmamdi mushni bilish kerak undan keyin man burun degandek shu 300-400 ming yoshda kichik bola shu qalam qanchliqda yo'qolib ketdi-da qonunsiz kirish to'til jarayonida shunday 300-400 mingdek kichik bola yo'qolib ketdi ular yo'qolib ketdi ota-onalarni olib kelib yo'qolib ketdi qalam qanchliqda yo'qolib ketdi albatta shu qalam qanchliqda kim to'pidan nima yig'di dedi unutib qolmay fursatdan kim foydalandi bola askari foydalandi shular tutilib ketib yo'qolib ketdi mumkin ba'zi ota-ona olib qoldi ba'zi ota-onalarni tashlab etdi yaxshi odam ashlar o'zining hatto bolasimi nima qilmaydigan
u endi ba'zilari qiyinchiligi bor umuman deb birinchidan o'zining qiyinchiligi bo'lsa o'zining ko'mak yaxshi ishlab o'qimaydi ekan shularni o'zining ko'maydi ekan ha bo'pti ularning kommunizmchi bizmi chiqatdiku kommunizm u bularni hukumat askti undan deb umum bir bana bo'lsin unga miya kelganchada qonunliq kirish kerakda qonunliq kirib bolalarni yaxshi nima qilmamdi miya qonunsiz kirib bolalarimi shunchalik jafo qo'yib unga qaysi bir nimani tutib yana bir xabar ko'dinglarcha 5 yoshlik bolani tutib oldi qafas ulaydigan bu deb so'zini qamlashmagan bir qonunchidan tutib tepib olganchada bu dadasi 5 yoshlik bolasini tashlab qochib ketgan gap qanda ota-ona u ming qonun haqiqiy yaxshi odam bo'lsa ish dada bo'lsa cho'qim bir yosh sho'rka bol tepagan bo'lsa soqchilar tutganchada bolasini bilib turdi qo'g'daydi bolasini tashlab ketgan gap shularni bolasi soqchilar tutib turdi soqchilar qo'g'daydi uni tashlatamdi tutqanchada shularni rasmda atrofdagi media pedallar orol turdi naq maydonda unaga bosishadi qanday buni xabarlari balam anlatma shu ashu rasmlardan balni bichora ko'sib degan pashash balni tutib oldi endi u qafaslaydan bo'ldi unda qildi bunda qildi soqchilar Trump undan bundoq deb shulan onchalarning xabarlarida reallik mustaqil axborotchilar muxbirlarning ashla taqatnimirda shu Trumpningki qonunsiz ko'chmanlarni tutish jarayonida olgan kichik bolalar borki ota-onasi qaromaydigan ota-onasiz shu balani yig'ilish u yerda maktab yaslilarda shunday pokiz tarbiya ularning hammasi to'liq ashta bequtibdan ularning ishlari bu bo'g'icha ashtaka nada qapazim yo'q Obama deb qolmanglar Obamaning davrida qapaz bo'lgan ota-onalarni ayirib bolalarini qonunsiz miyada unday emas miyada qonunsiz bolalarni tashlab qochib ketgan Onundan ashta yalğan yavda ayolninki, erninki yapası shu soqchilar qarshi turib ularga hujum qilib, haqorat qilib tixi. Onundan o'ldirilganlar yoki yaralanganlar tixmiyada bir ayol bor. Yaqini bo'ldi 25 yoshlikmi. Shu yana shu qonun ijro qiluvchilarga qonunsiz ko'chmalarni tutish soqchilarga qarshilik namoyish qilib qilganchada yuziga nim tegibdi. Bir min tegib hamda ular shu soqchilarni asqamoqchiga o'xshalar. Hop bo'pti. Qani yosh yutib ketgan kichik bolalar, bol askarlari, bosqinchilik uchragan, o'ldirilgan ash kichik bolalar, ayollar ashlar bo'lgan namoyish qilgan yo'q. Nadiki qonunsiz jinoyatchilarga tutmasin deb shu qonun ijro qiluvchilarga jamiyatni tinchlik uchun qonunchilarni tutadi, davlatni tinchlik uchun ash bir millatning bexatarlik uchun qonunsiz ko'chmanlarni izlab tutayotgan jaboliq ishlab o'zining hayotini nim qilib qo'yib ash soqchilarga haqorat qilib o'pi qilib qarshi turib namoyish qilgan gap nadik kichik bolalar uchun amerikalik kichik bolalar qaliqi amerikalik ziyankesh uchirilgan o'ldirilganlar uchun yo'q bir tal namoyishmi yo'q yo kichik bolalar uchib ketgan kichik bolalarga bir tal namoyish yo'q shularni izlash uchun qilgan bir tal yardım yo'q tashqi hech narsa yo'q ala qilgan gap shu men tarqatib qo'ydim shu xabarlarni xo'p bo'pti shu haqiqiy ziyankesh uchrug'ishlar uchun bolalar uchun qilgan namoyishni qildi yo'q namoyish qilib aqcha shu pul oldi yo kichik qizlar 25 yoshga nima qilmoqchi ekan demakchi o'g'lim shu medialarmi shu hozirgacha qaysi bir media shu Trump xizmat chiqib shu President Trump xizmat chiqib shu qonunchilarni tutish jarayonida tepilgan bolalar 140 mingdan ishibdi hozir davomli izladi. Davomli izlab shu qonunsiz ko'chmalarni nima qilish jarayonida nurg'un kichik bolalarni 140 mingdan ortiq kichik bola o'ylab qolgan numar o'ylab qolgan ne tepibdi shularga berilgan tashakkurlarni rahmatlar o'ngishlar qildilar demakchi ola shu to'g'riliq berilgan xabarlarni anglab baqdinglarmisizlarmi Solchi CNN BBC MSNBC degandek o taqut qo'yakumsiz boshqa asosliq bo'lgan medialarda anglab baqdinglarmi mencha baqdinglar chunki bo'lsa xabarlar chiqib qo'ydi unga Solchi yashirimizn bilab qo'ydi shularni taqtab qo'ydi ya taqatmam deya Solchi ekan
Shu xabarlarni men deb qo'ydi-da mana. Men taqtay. 140 mingdan ortiq kichik bolalar, o'qinas bolalar shularga içanla ağrımamda, şular iç ağrımamda. Şularni qutuzag'an solchilarning, saqchilarning insafbarligi mana. President Trumpning insafbarligi mana. Nimishqa ashlarning xabari yo'q. Ashlar uchun bir talmin namoyish yo'q hozirgacha. Masalan, Charlie Kirk nimizda danlıq şəxs kelgusin Amerikaning kelgusidagi president deb qo'ydi. Ham shuni orzu qiladi butun amerikaliklar, chunki u bola hamda 31 yoshga kirganman. Men anglagan nutqlarni so'zlash qobiliyatiga dahshat qoyilman. 31 yosh, oliy maktabni bitirmagan, oliy maktab o'qimagan, o'rta maktab bitiriblam bormay, o'z o'rganib kitobni o'qib, o'zining shu qobiliyatini oshirib, bilimini oshirib o'zi Turning Point USA bo'lish nuqtasi Amerika deb alaymi. Ashtaq o'zining shu jamiyatini qurgan. Hozirgacha shunda mumkin nurg'un mumkin u balni yaxshi ang gavlik xizmatlari shu butun oliy maktablarga berib, yoshlar bilan bas munozarani qilib, shularning ideyasini shunda ichtash mumkin shu yoshlarning ideyasini ichda, xalqlarning ideyasini ichda bu orqali Trumpning saylamda utishiga noit zo'r to'p qurishgan yosh bola. Hamda 31 yoshga kirgan ikki bolasi bor. Ayoli Moisal. Shu bola onun shu so'zlash qobiliyatiga men dahshat qoyil. Azroq anglaganlikli deb yaqtim tatgan, mumkin ko'rib anglab buyu deb qolgan, lekin men endi 100% qo'lima ilqi qo'shilmayman, ammo 99% bo'ldi. Gaplarga qo'shilma. Edisi shunda ilg'or. Ashta bir balti, ya'ni uni shunda azobli ichinchilik holda o'tiradi, qaslatdi. Men shuna bearam bo'ldim. U bola Amerikada emas, insoniyatning bir yo'qotishi edi. Ashunchalik darajada zehn uchuq, kalisi, so'zish qobiliyati, nutq qobiliyati intayin esl balti. Ham o'zimi yaxshi ayolga, bolalarga eslatgan to'q. Esl bir odamda, esl bir inson. Shuning nimasiga nazr deb qo'y, nazr qildi olama. Shu nimaga 200 ming ashta, shunda 200 ming ashta to'shaq. Zal degan to'shaq ishtishi shunda to'shab ketdi-da, dag'dug'lik bo'ldi. Mumkin hozirgacha kishilar shunda nim qildi. Yod etib qoldi. Faoliyatlarni urishtirib, yod etib, nomini nim qilib, yeb, nasl qilib, tek burunqidimi shuna nim bo'ldi. Ya ilm ham bo'lsa ham ovoz menga saqlanib qoldi hamda ilm shu keyingi yoshlarning zehn davomliq ochdi. Lekin shu 10 bola shu bolaninki solchi qapoq demokratlar, razil demokratlar va uning agashkiri ularning beshini qaymoq turgan shu demokratlar va beshi qaymoq turilgan shu solchilar shunchalik qaranliq ketdi, o'lgan odamga qaslangan odamga qaratlarni qilib, har xil rasmlarni qilib, bo'yni o'q tekkan shularni mazoq qilib, hatto almaslar bayramida shuni o'lgan oltini yasinib shunchalik araqaraliq qilib ketdi. Mushta o'nchilar so'zlarning farqi, ammo o'nchilar shu Charlie Kirkni hurmatlaydigan, yaxshi ko'radigan, qoyil shu gaplarni shu taraf turganlar shuna ichinchi holatda o'ltirilsimi, bir tal namoyish yo'q, ular bir tal namoyish qilmaydi. Faqat aslash, xotirlash, hurmatlashlarini ham uning ish izlarini kengayish uchun faoliyat ishlar bo'ldi, ammo uning o'limiga qarshi bir talmo namoyish yo'q. Butun qalamqa sarang qapoq namoyish, u namoyish demay bu buzg'unchilik, hammasi mush so'lchi qapoqlardan chiqadi.
Kalsı qaymoqqan qapaqlar, bekorchi talatlar, kalışmaydigan azroq pul bo'lsa ma'qul deb chiqadigan, hatto nimaga chiqqanligini uqmay, nimaga namay chiqqanini uqmaydigan narsalar qotadi. Mumkin razil nochorlari saqchilarga bozaq qilib, saqchilarni haqoratlab so'qishib, saqchi bilan mumkin eng dut qapaqlari nada ishtimish qilmagan ko'ch-ko'ylarni to'silib, yuqori sur'atli yo'l bo'lsin, shaharchilik yo'llar bo'lsin, shuni to'silib ketayotgan mashinalar qandoq saran qapaq namoyish, u buzg'unchilik, terrorizm deb atay bo'laman. Şuna bizden solçular çıkmışsa, onçular çıkmışsa mayli, solçular çıkmışsa. Aşı xabarlarni anladinglarmi? Aşı xabarlarning ichida ba'zi xabarlarni anglagan bo'lishim mumkin. Aşı qapaqlarning to'sib olsa, yo'llarda so'qashlar bo'lib ketdi, o'mishda Amerika mushashlar bo'lib ketdi. Aşı buzg'unchilik qablaqi bir ayoli to'g'aydab qolgan bir erning mashinasi to'silib so'qashganlar bor, ishda o'tmaydi qopib oxiri mashinada manganlar bor, ba'zilari maktabga bolalarni og'ib bossa to'silib ular xaplab deydi. Ashta qilgan o'ng taraflarning mavalaqi naq maydonni xabar qilasining olgan mustaqil xabarchilarning axborotchilarning nasrini ko'ramsizlar. Aşlarını körüp qo'yinglar, ko'zinglar ichildi, analizlar bo'ldi. Unga CNN, Solchi, MSNBC, BBC nima bo'lsa, Solchi qapoq demokratiyaning medialar qarab, cho'ng-cho'ng pijadilqi ta'kidlangan ash xabarlarni ko'rib, bu deb ishni, undaqqa deb Amerika o'sh qilib, hukumatga o'sh qilib, bir kishilar o'sh qilib, boshqa qilgan xabarlarni ko'ryamay, ma xabarlarni ko'ringlar. Prezident Trumpning to'liq gaplarini anglanglar. Kesib etmegen obuqatma Avstraliyaning xabarlarini ko'ringlar, hukumatning xabarlarini ko'ringlar. Fox yaxshi, Fox'da naq gaplarni qildi, unga o'zining analizini qo'yib nim qildi. Unga men ko'rganlarimni deyman shunda. Yardım bular ancha-muncha ko'z ichildiganga, chunki xabarlarni azroq bo'lsa es qilgansizlar hamda farqni. So'zlarning o'nglarning farqi. Onçlar mükemmel emas. Bitil yaxshi emas, ammo nimish onchi bo'ldi? O'ng taraf, to'g'ri taraf, o'ng taraf shaqo. O ismlar to'g'ri o'nchab ketdi. Ba'zi yozmalarda bor inglizcha o'ng taraf, so'l taraf degan gap emas. Onchlar faqat biz Amerikani qudrat qilganlar, haqiqatda turganlar, adolat turganlar, debçi xalq taraf turganlar, real haqiqatni yoqlaydiganlar debçi aşlarni biz onchi deymiz. Common sense deymiz. Normallikni yoqlaydiganlar, yoqlaydiganlar deydi. Endi men deyman, aşlar bu aşqa ular biz onchi. On taraf, to'g'ri taraf. Sol taraf dal aksicha. Asos yo'q. Gapga dehshat tezishindi, yolg'on xabarga bak tezishini kutdi. Shengallarni o'ylanmaydi, xabarlarni ko'rsa o'ylanmaydi, taklif qilmaydi, endi qalsi qaymoq ketgandan keyin yoki shu ko'rgan xabarlar ishinib nimasiga oldi keyni sababini surishtirmaydi, so'rmaydi, o'ylashmaydi, to'g'ri analiz qilmaydi. Unga butun faktlar oldi tutsimi, ochiq gap hissiyotlanib, xoplab, yo'q deb hatto faktlarni qarshi qildi. Asosi o'mangan unga gap degan emas, tilaydi, so'qishdi. Unga urishdi, zararli qildi o'sha. Ashlar so'lchilar. Shunga bizdan kim chiqish kerak? O'nchi chiqish kerak. Bir satibdi. Mushnish so'zlab qo'yay. Undan fursat bo'lsa davomli so'zlashni boshlayman. Shunda yangi mazmunlar bor, yaqinda bo'lgan ham nachar ham jins yaqinini davomli so'zlayman. Shuni yangi vaqalar bo'ldi, uni qarta atamning shu qalisi idisi o'tmaydigan qapoq. Ajoyib ishlar bo'ldi, shularni xabarini beraman. Davomli nachar ishlar yaqin to'g'ri so'zlayman, davomli yemak-ichmak,
so'zlayman, davomli o'qitish ishlayman, so'zlayman, ma'rif. Mümkün bu fen texnika yaxshi mazmun topib olsam de yaxshi. Mümkün shu vaziyatni so'zlayman, o'zimni analiz o'tirib qo'yib xabarlarni to'g'risini yo'llayman, o'zimni analizini qo'shib degandek. Bu orqali xalqimizda kechiringlar. İdesini açışqa azroq bo'lsinmi yordam bo'lsa, ko'zi ichishqa kechiringlar. Men rozi. Şu an bo'lsa birlik olsun Uyg'ur degan nomimizga 100 kilalayli. Uyg'ur davlati qurilganchada Turk davlati u bunda yo'qdi. Mümkün degan gaplarim shu, dinimiz deb arablab ketmayli, irqimiz bir deb turklab ketmayli, biz yana Uyg'ur deganni qo'shib turib deyish kerak. O arab turklarni bek aralashtirilib chetlar qaymoqan chetlarmi bilinmay korim yo'q. Ha, shu sizlar shu bek vatanparvarlik u bo'qib ketdi deydigan shu namoyishlarga şemanglar deyishim sabab birinchidan ular shu bizdek eg'ir qirg'inchilik bo'layotgan biz uchunmi bir tilga qilib boqdimi? Yo'q. Shu undaq namoyishlarga o odamlar ishon og'rib ketmasin. Biz emas, o'zing yerlik xalqi bosqinchilik uchrab shunda tasliq ang odamning shu g'ujida ochilib keltiradigan g'azib nim qilmaydigan ashunday chidamaydigan ang nachar holatlarda o'ltirishlari qonun ko'chmanlarning shu o'zining yerlik amerikalik zengashga uchragan o'ldirilganlarga uchunmi bir yasga qilgan bo'pti. Yutib ketgan shu kichik narsida bolalar uchunmi namoyish qilmagan tursa, namoyish qilmay qonunsiz ko'chmanlarni tutib tepib jamiyatning amaliga, davlatning amaliga, jamiyat amaligi ham saylamda adolat bo'lishning uchun hisobda shu Amerika uchun jinin tikib xizmat qilayotgan shu soqchi, qonun ijro qiluvchilar, qonunsiz ko'chmanlarni tutayotgan soqchilarga qarshi qo'ygan. Shu demoqchi o'g'lim ular amisi yag'an amis o'yin. Albatta ba'zilar dedi amis o'yin deb. Albatta o'yinga tushib ketgan biz, ammo mush o'yinga to'g'ri analiz qilib, mush o'yinlarni bir o'rganishimiz kerak. Nimani o'rganamiz? Kallanimizni ichni o'rganamiz, yolg'on, rost yolg'on ayirish o'rganamiz. To'g'ri xatoni ayirish o'rganamiz, to'g'ri analizni qila olamiz, uni qaysi tarafni turishi bilamiz, qaysi tarafni turishi bilsak, shu yerga odamlarni yig'alsak, yig'ib birlik bo'lmamda. Ümidimni üzüm yo'q, qat'iy üzüm yo'q. Birlik bo'lsin xalqimiz. Birligimizda hech nima yo'q. Onunkin agar yana bir mumkinchiligi bor, ammo shunchaki tas yana bir yo'l bor biz uchun. Gaplarimni tushunayotgansizlar. O yo'l, masalan, birlik bo'lmay qolsa. Birlik aman asqatudi shu Amerikadagi. Lekin yana bir yo'li shu. O'zimizni yaxshi puxtlab, shu farzandimizni yaxshi tarbiyalab, Charlie Kirk o'xshash, yoki President Trump o'xshash, Elon Musk o'xshash shundoq esil siyosatchi boydan biri chiqmaguncha umid yo'qmi? Ya, umidim o'zim yo'q. Yo'q. Lekin umidimiz o'zimiz yo'q. Shu mumkin degan gap shu ehtimoli yo'q emas, lekin mumkin. Şuna ümidimiz mayli, aşta qilayli, farzand o'zimizni yaxshi tarbiyalab, farzandlarimizni tarbiyalab, aşta qilayli bir odam chiqarayli. Shunda bir odam chiqqandan keyin yoki Marco Rubio'ga o'xshash, yoki J.D. Vance o'xshash. Mushta odamlar chiqqandan keyin, onundan keyin shuni atrofini shuni qo'llab-quvvatlab, maga o'xshash, Amerikaga o'xshash olsak, birlik bo'lsa, hamon bir chiqadi. Vujud chiqadi. Unda bo'lmaydi ekan, hech qanday ish vujud chiqmaydi. Biz mengu shu vaziyatning qurboni bo'lib ketamiz, mengu tishlab baraylar ketamiz. Oxiri yo'q aynan gap. Gapim tushuninglar, qala zehni ochiq bo'lsa. Desam, zehni ochiq emaslarning zehni ish uchun tirishaylik, birimizni yo'laylik, birimizni qo'llaylik, birimizni ko'taraylik, tataylik, tam yo'lab mangli, haqoratlarni qilmaylik.
gapim xato bo'lsa, birasi gapi xato bo'lsa, gaping xato, meri, munda deyish kerak. Yo'qimsa, men gapingga men qo'shmayman. Mening oylig'im munda deb asos bilan javob qaytaringlar. Inkos qilinglar. Takalishinglar, munoziralashib qilishali. Takalishali. Adab bilan, hurmat bilan. U haqqi qilamagan shu botirlikni bir-birimiz ishlatganlar qilmashmagan qilib bor bizda. Uyg'ur yo'limiz kim yo'laydi? Shu yo'lmagan davlatlarni tilab o'tirmiz. Ranjib. Yo'laganlarni tilab o'tirmiz ranjib. Kar yo'q yo'lmaydiganlarni boylab ketamiz. Bo'ldi. Mazmun davomli ishlayman. Xudoim bo'lsa keyingi yana bir mazmunga vaqt ajrataman. Bo'ldimsa hammalarga salomatlik, tinchlik, xushallik tilayman, amal tilayman. Birlik tilayman. Xudoim omonat.